Voy mana eslab qolinglar deyapti nima odamni. Va bu jinni emasmi bu Suriya 3 ta ham qizillar, ham 3 ta qizil. Muxlislarga ham zerikib ketgandan qizillar o'ynayapti. Shu darajada ham ko'ram. Dog'dir. O'zi kreatda zashta oldi, aslida ham bitta zashta bilan qolib ketdi. Keyingi o'yinga ikkitasini yana haydab yubordi zashtalarni. Ikkita qanot zashtamiz o'ynayapti o'z zashtada. Hozir u ham yo'q o'zi. Bu ur bitta ham tizza pizza qo'yish var, shap. Jinni binni emasmi deyman, holigan odamga qizilib qo'yapti mana. Seyiltani doktor puxtur emasmi bu? Yo avtobusini minib kelgan odam emasmi bu? Qanday qilib 3 ta ham qizillar, ham 3 ta. Zerikib kelsa, meni qarab turib, sen cho'toq formada ekansan deb qizillar boryapti. Sarg'an bir 27 tami berdi biz tarafga. Xudo xolasa mana shu bugun. Bunaqa qilib kasavaringni kimga keragi bor deylar, bunaqa qilib. Voy, agar yaxmi aytgan bo'lsa, men atib ketaylik komandamizni bitta boshqa ligaga, to'g'rimi? Turkiyada ham o'ynab yuramiz buni qo'yib ketadigan bo'lsa.